Birinchi sinfga chiqayotgan bola uchun must have aksessuar sizlarga ko'rsataman. Ekran oldiga yaqinroq o'tirib olinglar. Zaradan oldim, chunki hozir bilasizlar skitka paytida birinchi sinf bola uchun shu narsani men must have deb bildim. Qarang, hech qayerdan topa olmaysizlar. Choko bilan va topilishi qiyin bo'lgan siyari rangdagi nosochkalar. Keyingi must have Terranovadan oldim buni. Qani tegidan kiyadigan velosipedka bo'lishi shart. Qani kaltaligiga mo'ljallab kaltarog'ini topdim. Next'dan polo futbolka oldim. Bu ekoteflon, ya'ni organik, qayta ishlangan, planetamizga faqat foyda keltiradigan materialdan qilingan. Ikkalasining narxi 197 ming. Noski oldim. Dovoy, qora, seri va bu skitkada 21 ming so'mga oldim. Yana asosiy narsa qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p ketadi. Pakiki mayichkalar 70 mingga. Xabar materiali tanaga yoqadigan, yumshoq, mayin. Xuddi shunaqa baza kofta. Buni narxi 70 ming so'm. Bu koftani bo'lmaydi deb aytishdi, chunki yoqasi yo'q koftalar maktabga to'g'ri kelmas ekan. Nima olishim kerak yana? Qo'shimchalar bo'lsa aytinglar.